umuman 16+ ko'rishni yo 18+ ko'rishni bunaqa levelda maslahat bermayman. Qanday qilib IELTS listening 4-5 ballingizni 8-9 ga yarim yilga bormasdan ko'tarsa bo'ladi. Buni sizga step by step har bittasini bosqichma-bosqich mana shu video orqali ko'rsatib beraman va har bitta o'tayotgani va har bitta beradigan materiallarim hamda kinolar ro'yxati sizga aniq yordam beradi. Shuning uchun videoni oxirigacha kuzating va meni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq obuna bo'ling hamda like bosishni unutmang. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan muxtasar 7 yillik tajribaga ega xalqaro ingliz tili o'qituvchisiman. O'zim IELTS ballim 8 va listeningda 8,5-9 ballarni qayd etib kelganman. Shu kungacha o'quvchilarimga 5 minglab o'quvchilarim bo'lsa 0 dan to C1 gacha erishishi, hatto IELTSdan 8 ballarni olib, listeninglarni 9 lab olishiga yordam berganman. Shuning uchun ham sizga mana shu video orqali bepulga beminnat yordam bermoqchiman. Faqat buning uchun siz shunchaki qog'oz qalam olib oling, kerakli joylarda o'zingizga skrinshot qilib, o'zingizga saqlab olishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi, agarda sizni hozirda ballingiz 4,5 maksimum 5 bo'ladigan bo'lsa, albatta birinchi o'rinda diktant. Har qanday o'quvchi listeningni boshlashi bilan aytaylik, hozir balki beginner bo'lib qiziqib ko'rayotgandirsiz yoki elementary yoki pre-intermediate bo'lib mana shu videoni ko'rayotgandirsiz. Qanaqa levelda bo'lishingizdan qat'iy nazar, levelingiz 5 gacha, maksimum 6 gacha bo'ladigan bo'lsa, albatta diktant bilan boshlang. Diktant xohlagancha, faqat har bitta so'zni pauza qilib emas, balki bitta gap aytib bo'lgandan keyin, ya'ni masalan tasavvur qiling, 2 minutlik audio bor va ana shu audioda har bittasini baribir bitta gap 7 ta, 10 ta, 20 ta so'zlardan iborat bo'lishi mumkin. Aynan mana shu gap tugaguncha eshiting va o'shani yozing. Juda ham ko'pchilikda o'quvchilarda savol tug'iladi. Xo'p, ustoz, necha marta qayta eshitsam bo'ladi? Bemalol oxirgacha yozib olganingizcha, qancha ko'p eshitib, qancha ko'p xato qiladigan bo'lsangiz va qancha ko'p o'shani qayta eshitib o'zingiz ustingizda ishlaydigan bo'lsangiz, aynan diktant bilan listening shuncha sifatli ko'tariladi. Sababi diktant faqatgina listening ko'tarish, ya'ni faqatgina o'sha listeningni ballini ko'tarish uchun emas, balki siz u yerdagi illyuziya hodisalarini yoki bo'lmasa o'sha tabiiy ingliz tilini, gaplarni ulanishini tushunib olasiz va undan ham muhimi spelling mistake'larga e'tiborli bo'lishni boshlaysiz, ya'ni spellingni to'g'ri yozasiz. Demak, men o'zim shaxsan qanday qilardim? 0 B1 keyin B2 topshirganman. Biz paytda IELTS talab qilmasdi universitetdagi. Aynan o'sha paytda B2 ga ko'tarilishimda aynan diktant bilan ishlar edim. Va ko'k ruchkada diktantni qayta eshitib yozsam, qizil ruchkada keyin tekstni o'zini olardimda, o'zim tekshirib chiqardim va bu menga juda ham katta yordam bergan. Birinchi step, demak, doim diktant ekan. Ikkinchisi, bu albatta bizda har doim o'zimizni ingliz tilida atmosferaga o'rab olish. Menimcha buni juda ham ko'p ustozlardan o'rgangansiz, eshitgansiz, lekin buni aynan qanaqa qilish kerak? Buni ikkita yo'li bor, ya'ni o'zim shaxsan qo'llagan yo'lim bu bittasi, ya'ni o'sha listeningda tez gapirganda tushunmay qolganimda ko'pincha, demak rap eshitish kerak ekan dedim. Ya'ni rap qo'shiqlarni, masalan, ko'proq Eminem shularni eshitib, rapga tushishga va lirikasi bilan birgalikda takrorlab ko'rish, bu speakingga ham yordam bergan. Mana shunaqa ish qilardim. Lekin bu juda ham muhim demayman, lekin darslardan zerikib ketganingizda sizga yordam berishi mumkin. Keyingisi, ya'ni muhimrog'i, bundan muhimrog'i albatta mana shu 4, 5, 6 levellarda multfilmdan boshlash, multfilm, seriali multfilmlar yoki katta multfilmlar ko'rish, aynan ingliz tilida. Subtitrsiz ko'rsangiz yana ham yaxshi. Agar umuman tushunmaydigan bo'lsangiz, unda subtitr bilan sekin-sekin o'zingizni o'rgatib borishingiz kerak bo'ladi, subtitrsiz olib kelishga va albatta seriallar ko'rish. Men aynan mana shu levelimda 12+ va 14+ bo'lgan kino va serial ko'rardim. Umuman 16+ ko'rishni yo 18+ ko'rishni bunaqa levelda maslahat bermayman. Sababi u faqat 18+ bo'lgani uchun emas, balki 16+ va 18+ da gaplar, jargonlar qiyin bo'ladi va siz ingliz tilidan to'yib qolasiz. Umuman tushunmaganingizdan keyin, xuddi masalan ingliz tilichi sizga
o'zi umuman ingliz tilini bilib turibsiz, intermediate где-то bilasiz, lekin xitoy tili ishlayotgandek tuyuladi. Agar shunaqa qiyinga birdaniga o'tib ketadigan bo'lsa, shuning uchun men o'zim 12+ va 14+ bo'lgan seriallarni yoki o'sha kinolarni ko'rib borar edim va bu menga yordam bergan. Yoki umuman olganda o'zbek tilida tugatib bo'lgan kinolar, masalan, Sig'ur kuni degan zo'r kinolar bo'lardi, yoki Spider-Man ko'rganmiz bolaligimizda, Batmanlarni ko'rganmiz. Umuman olganda demoqchiman, o'zbek tilida ko'raverman, u ichidagi so'zlar yod bo'lib ketadi-yu, Shreklar masalan. Aynan mana shu multfilm yoki kinolarni aynan ingliz tilidagi variantini topib ko'rib chiqish ham juda ham katta foyda beradi, chunki siz umumiy kontekst tushunib turasiz va ingliz tilida eshitganingizda "Wow, demak ingliz tilida bunaqa degan ekan" deb miyangiz juda ham qiziqarli reaksiyalar ko'rsatadi va bu menga eng yoqqani bo'lgan. Ayniqsa Merlinni ko'rib tugatganimda menga bu juda ham katta yordam bergan. Aynan listeningimni 6 da turgan holatidan 7 ga ko'tarib olishimga. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, ustoz, demak, listeninglar, kino va boshqa ko'rishimiz mumkin. Nima, praktika bo'lmaydimi? Ya'ni kitoblar mumkin emasmi deyishingiz mumkin. Endi shu yerda kitoblarni ham sanab o'taman. Demak, biz pastki levelda bo'lganimizda, ya'ni o'sha 4, 4,5, 5 yoki 3,5 hattoki biz ingliz tilidan aynan Tactics degan kitobni 3 tasini tugatib chiqishimiz shart. Hattoki buni elementary darajaga beraman, beginnerdan ham beraman. Ayrim o'quvchilar tortsa, mana shuni tugatib chiqing avvalo. Juda ham qiziqarli, ya'ni IELTSga to'g'ridan-to'g'ri sakrab ketmasdan o'zingizni sekin-sekin immunitetingizni rivojlantirib borasiz. Hattoki masalan o'sha 4 daraja yoki 5 daraja bo'lsangiz ham buni qilib chiqish sizga foyda beradi baribir. Ya'ni osonroq bo'lsa ham. Demak, Tacticsni 3 ta kitobi bor: Basic, Developing va adashmasam Improving, mana shu 3 tasi bor. Ana shu uchalasini tugatib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni 6,5 ga chiqib olganimizda bu Listening Strategies for IELTS degan kitob. Kitobni o'ziga 5 dan 7+ ga ko'tarib beradi deb yozib qo'ygan. Aynan mana shu 6 ga ko'tarilganda boshlash maslahat beraman, chunki 5 ga biroz og'irlik qiladi deb o'ylayman va ana shu kitobni kerak bo'lsa 3-4 qayta oldin tugatgan bo'lsangiz yana qayta tugatishni chin dilimdan qattiq maslahat beraman, chunki har qanday imtihonga kirayotgan o'quvchi ana shu kitobni qayta ishlashi kerak. Sababi u yerda A dan Z gacha hamma bor. Map deysizmi, multiple choice deysizmi, yoki o'sha spellinglar deysizmi, raqamlar deysizmi, hammasini zo'r qilgan va bu kitob menimcha hech qachon eskirmaydi. IELTSga eng katta yordam bera oladigan kitob va mana shu kitobni o'zidan keyin agar siz 3-4 martalab har bitta audio sidqi dildan qiladigan bo'lsangiz, bemalol 7+ ga chiqib ketasiz. Lekin bu orada albatta aytganimdek seriallar, podkastlar bilan muntazam shug'ullanish shart. Xo'p, endi kelaylik sizlarga Merlinlardan tashqari o'zim shaxsan Netflixda yaxshi deb topgan seriallarimni maslahat beraman va bular aytganimdek o'sha 14+, maksimum 16+, 18+ ga o'tishdan oldin 7+ ga IELTSimiz chiqib olgani yaxshiroq. Demak, e'tiborli bo'lamiz. Bulardan Greenhouse Academy hammaga har xil janr yoqishi mumkin. Shuning uchun avvalo treylerni ko'rib chiqishinglarni maslahat beraman. Keyingisi The Babysitters Club. Keyingisi Outer Banks. Kimgadir adventure yoqadi, kimgadir romance yoqadi. Shuning uchun o'zingizga albatta treylerni ko'rib olinglar. Keyingisi The Society, Young Sheldon, Adolescence. Undan tashqari umuman olganda Netflixga o'zi obuna olib qo'yadigan bo'lsangiz, $12 ketadi oyiga. Maslahat bergan bo'lardim yoki boshqa pulli xohlagan mana shunaqa seriallar chiqarib turadigan saytiga aynan siz doimiy ingliz tilida aynan mana shu seriallarga aksessingiz bo'ladi. YouTube'da chunki bularni topolmasligingiz 90% aniq. Shuning uchun ham mana shunaqa Netflixga masalan obuna bo'lib qo'yganingiz yaxshi, misol uchun. Xo'p, davom etamiz. Demak, mana ko'rdingiz, har xil seriallar sizga yordam berar ekan va o'rtoqlar, documentaries ko'rishni 7 ga chiqib olgandan keyin 8-9 ga уже, ya'ni yuqoriga C1+ ga chiqmoqchi bo'lsangiz, albatta ko'proq podkast eshitish va podkastdan tashqari ana shu hujjatli filmlarni ko'rishni maslahat beraman. Hujjatli filmlar uchun mana bu yerda hozir ekranda har bittasini sizga nomlari hamda o'sha YouTube'dagi o'zim tekinga ko'radigan va IELTS paytimda juda ham sevib
tomosha qilgan va eshitgan, tinmasdan o'rganganlarimni qoldiraman va bular juda ham foydali. Hattoki mana bu podkastlardagi odamlarni shadowing qilish ham speakinglaringizga foyda beradi. Demak, umuman olganda kitoblardan emas, balki aslida native speakerlarni o'zidan, ya'ni haqiqiy ingliz tilida gapirgan inglizlarning o'zidan turli xil seriallar, kinolar ko'rish, podkast eshitish va o'sha dokumentalkalar ko'rish sizga aslida eng katta fundamentni qilib beradi. Qog'ozda, ya'ni o'sha kompyuteringizda kitoblar bilan ishlash esa sizni IELTS test formatiga yana ham tushishingizga yordam beradi. Albatta, bular Cambridge kitoblarida ishlasangiz bo'ladi va juda ham ko'p qo'shimcha kitoblar bor. Mana shu bugungi darsimizga ajratilgan ma'lumotlar edi. Sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, izohlarda yana ham ko'proq darslar chiqaring, bizga yoqyapti deb yozib qoldiringlar, chunki bu meni ko'nglimni ko'taradi hamda ingliz tilini o'rganayotgan, IELTS ga topshirmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'ying. Savobga sherik bo'lasiz. Sizlar bilan muxtasar bo'ldi. Obuna bo'lishni ham unutmang. Hozircha bye bye.